Xotin yana burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa hech narsa yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yeb yuboradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lishi uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Kelin, qozonni ham tozalayapsiz-ku. Yaxshi tozaladim-u, ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor, oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib uvitib qo'ysangiz, 10 daqiqadan keyin sovuq suvda chayib olsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uni ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'larkan, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan mana shu go'shtdan pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman. Sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatding.